OpenAI kompaniyasi siz bilgan ChatGPT dasturi asoschilaridan biri Sam Altmanning singlisi sudya unga Missuri shtatining bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik to'g'risidagi qonuni bo'yicha da'vo qo'zg'atishi mumkinligini aytganidan keyin Altmanni 20 yildan ko'proq vaqt oldin jinsiy zo'ravonlikda ayblab fuqarolik da'vosi kiritgan. Yangilangan shikoyat chorshanba kuni Sent-Luisdagi federal sudga topshirilgan. Uning ta'kidlashicha, zo'ravonlik 1997 va 2006 yillar oralig'ida oilaning Missuri shtatining Clayton shahri chekkasidagi uyda bir necha bor sodir bo'lgan va bu Altman 12 yoshida, u esa 3 yoshda bo'lganda boshlanganini da'vo qilmoqda. Hozir 40 yoshli Altman barcha ayblovlarni rad etgan va singlisiga tuhmat uchun qarshi da'vo qo'zg'atish jarayonida. Avvalroq AQSh okrug sudyasi Zakari Bluestone jinsiy tajovuz va zo'ravonlik bo'yicha alohida da'volarni muddati o'tgan deb rad etgandi. Ammo Missuri shtatining ayrim tarixiy zo'ravonlik va da'volarga ruxsat beruvchi qonunlari bo'yicha ishni davom ettirishga ruxsat berilgan. OpenAI kompaniyasi va ChatGPT kabi mahsulotlarning egasi hamda sun'iy intellektning pioneri sifatida ko'riladigan Altmanning tuhmat da'vosida singlisining ijtimoiy tarmoqlardagi postlari, jumladan u deyarli texnologik milliarder tomonidan zo'rlanganini tasvirlagan video keltirilgan. Uning oilasi qizning ruhiy salomatligi bilan bog'liq muammolariga duch kelayotganini aytgan. Altman esa sud jarayonini tovlamachilikka urinish deb atagan.